Giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasiga qarshi kurashish doirasida Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan ichki ishlar va bojxona idoralari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari davomida qo'shni davlatdan kontrabanda yo'li bilan olib kelingan katta miqdordagi narkotik modda to'xtatib qolindi. Xususan, oldindan kuzatuvga olingan Marg'ilon shahrida yashovchi 1973-yilda tug'ilgan muqaddam narkojinoyat sodir etganligi uchun sudlangan shaxs o'zining qirg'izistonlik tanishlari tomonidan Xo'jaobod tumanidagi xufiya joyga yashirib ketilgan 24 kilogramm 475 gramm gashish moddasini qabul qilib olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Hozirda unga nisbatan Jinoyat kodeksining 28 orqali 246 moddasi 2-qismi hamda 25 orqali 273 moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Tergov harakatlari doirasida uni jinoiy sheriklarning shaxsiga aniqlik kiritilmoqda. Giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasi nafaqat jinoyatchilikni oshiradi, balki jamiyat xavfsizligi va aholi salomatligiga jiddiy tahdid soladi. Hurmatli fuqarolar, kundalik hayotda shu kabi qonun buzilish holatlariga duch kelsangiz, Davlat xavfsizlik xizmatining 1520 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilib xabar bering. Shaxsingizning sir saqlanishi kafolatlanadi.